Qaysi masjidga kirmang, biz musulmonchilikda birinchi o'rinda atir ko'rinadi ko'zimiz oldida. Ro'paramizda o'chiradigan narsa birinchi atir, doktorlar. Toshkentdagi yo'l-yo'lakay masjidimizda, kiradigan masjidimiz yana biri. Juda go'zal 3 gumbaz, 4 minoralik. Juda chiroyli masjid ekan, ichkaridan ko'rsataman xudo xolisa. Mana ko'cha tomonidan ko'rinishi, ko'cha tomonidan kirish tomoni bizga asosiy ko'rinishi landshaft tomonlarini yaxshilab e'tibor berishga, har bir archaga, taylarga teplitsonni gullar ekishgan, mana ko'rib turibsizlar. Video o'qigim kelyapti shu yerlarda ham sizlarga yoqilgani uchun. Bir asosiy e'tibor tortgan mana bu eshik bo'ladi. Mislik tunuka, asosiy naqsh bilan bezatilgan eshik. Yana bir e'tibor oldidagi favorasi. Biz esa ichkariga ketdik. يمضي الانقباض تزكية النفس غاية لكل الرجال صرحنا يعلو جدارا. Qaysi masjidga kirmang, biz musulmonchilikda birinchi o'rinda atir ko'rinadi ko'zimiz oldida. Ro'paramizda o'chiradigan narsa birinchi atir, doktorlar. Masjidga kirganda xushbo'ylanib, hidlanib kiringlar, farishtalar rohatlansin degan maqsadda sotishadi. Biz bu kirgan masjidimizda e'tiborimizni tortgan narsa eshiklar. Eshik, har bir eshikka chiroyli ahamiyat berilgan, naqshlar bilan bezatilgan. Bu katta mehnatning boshlanishi. Kommentariyada fikrlarni kutib qolaman. Bu ichki sahnasi, hovli sahnasi. Masjidga kirgan odam birinchi o'rinda o'tadigan joy tahoratxona bo'ladi. Biz tahoratxonadan avzor qilishni boshladik. Tahorat yangilab ibodat qilishga harakat qilamiz, chunki peshin qolib ketgan, ko'zimizni doktorga ko'rsatgani kirib peshin qolib ketdi, endi kiramiz. Tahoratxonaga ko'rinadigan narsa birinchi mushkambar, go'zal shirin hidlar va nozik did bilan tayyorlangan go'zallik. Ko'zimizga yoqqan narsa mana shu unitaz, xalq tilida unitaz deyiladi. Atrofi chuqur, har qanday najosat sochilmaydigan holatda tayyorlangan. Tahorat olish xonalarida devorlarga tilla yurgizilgan va asosiy chiroqlariga ham alohida e'tibor. Tahoratxonadan chiqib haqiqiy manzarani mana shu joydan turib tomosha qiladigan minoralari, naqshlari, oyat bilan yozilgan har qanday naqshlar odamning e'tiborini tortadi. Bu loyihani qilgan odam juda go'zal, nozik loyiha bilan ishlagan. Ma'muriy xonalar, noyib, mutavalli imom xonalarini alohida burchakka joylashtirgan. Bizni e'tiborimizni tortgan narsa mana shu eshik, yog'och eshik ustidan tillo tunuka, mislik tunukani qoplatilgan naqshlar e'tiborni tortadi va tepasidagi biz xalq tilida so'rtak yoki zontik deymiz, zontikni ham naqshlar bilan boyitilgan. Mana bu joy supa, poyabzallar uchun alohida joy tayyorlatilgan. Eshikka alohida e'tibor qaratinglar. Har bir eshikda, har bir burchagiga naqshlar o'zining didi bilan qo'yilgan. تسريحة شعري مشاعري صوتها ما كانت بتنامني تغني لي ويايا وفي قلبي دي ساكنة معايا وفي كل طريق وحكاية بلاقيها أنا كل ما بص. Juma xutbasi uchun tayyorlangan kursi. Qur'on mushaflari uchun joylari juda go'zal taxchalarga joylashtirilgan. Talaba ilmlarga bo'lsa alohida e'tibor. Darslik olish, darslik topshirish yosh talabalar uchun, ilmga chanqoq bo'lgan talablar uchun joy ajratilgan alohida. Va zina ikkinchi qavatga ko'tarilish uchun tayyorlangan zinalar. Zina tepalarida xonalari alohida, qishga yozgi alohida xonalar. في خفاء لتميت الطيبات هم كرقطاء العراء السم تنفر. Toshkent shahar Olmazor tumani Islom Obod masjidi. Kesinglar, albatta kiringlar, sizlar uchun manzur bo'ladi, xudo xolasa inshaalloh. Kimga videolarimiz yoqgan bo'lsa, obuna bo'lishni esdan chiqmasin akalar. Ishdan bo'shab keladigan masjidimiz axtarib yuribmiz. Bizga yaqin menimcha bu masjidga kela olmasa kerak, menimcha talabaga ulgurgani boshqa masjidda o'ylab qo'yganman. Ana shu joydan sizlarga video qilib beraman inshaalloh. Ana shu joyda ham chiqaraman. Bu yo'limizdagi Banisaga yaqin joy. Ko'zimni teshittirganda kelib ko'rib qoldim. Shunga avzor qilgim keldi. Xullas, akalar, o'zi ko'pchilikka aslida masjid go'zalligi yoqmaydi. Masjidga kelib ibodat qilish yoqadi. Rohat olish naqshlarda emas,
Обязательно rohat olish ibodatda. Masjidga kelgan odamni qalbi yumshaydi-da, shu yumshagan paytda mazza qiladi. Bu naqshlar ko'pchilikka qiziq emas. Ko'pchilikka ibodat qiziq. Shuning uchun masjidga yuguradi ko'pchilik. Kimga yoqqan bo'lsa like bosinglar.